Ata-enelerimizni hidoyatga, to'g'ri yo'lga olib kelish uchun ata-enelerimizni da'vatga olib chiqishimiz kerak, o'zimiz emas. O'zimiz da'vatga bilib o'tmaysizmi? Endi da'vat degan narsa shunday yaxshi narsa, odamlarni tezroq yuragini ochib, islomga, dinga kelusini bunday o'ng'ayroq yo'lda 3 kunga borib kelganda inson evegeysiz o'zgaradi. Ana o'shaga doimo sunish qilamiz. Şol жаңы namoz o'qiyotganlar, namoz boshlaymiz deganlar 3 kunga da'vatga chiqib kelsa yaxshi bo'ladi. Ana agar o'zingiz da'vatga chiqib kelib, ota-enangizga duo qilib, xizmat qilib birovlarga, shuni ya Allohim ota-enamni to'g'ri yo'lga sol deb duo qilsangiz, inshaalloh Xudoy yo'lida yurgan xizmatingizda qilingan duolar shekimiz qabul bo'ladi inshaalloh. O'shani turayli, andan keyindagi namozlarda duo qilayli, tahajjudda duo qilayli, sadaqa berayli. Alloh taolo shu ota-enamizda tuganlarimizni to'g'ri yo'lga boshlasin deb inshaalloh Allohim to'g'ri yo'lga boshlaydi. Biroq o'shani dag'i bir harakat qilinish kerak, duo bilan chektilmasdan do'stlarni aytish kerak, belaklarni berish kerak, yaxshi narsalarni ko'rg'azish kerak. Bunday kinolar bor ekan, bunday saboqlar bor ekan, o'g'imiz deb şol bir to'g'ri yo'llarni ko'rg'azish kerak. Endi balo emas, do'stlarini orqali, aytishingizga aytib, atama shunday degilar deb aytsa yaxshi bo'ladi. Anan balo ota-enasini da'vat qilishi biraz adabsizlik bo'lib qoladi.